Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek shou biznesi vakillari birrov va navbatchilik uchun qancha gonorar oladi? Sevinch Mo'minovadan tortib Yulduz Usmonovagacha. O'zbek xalqi to'y xursandchiligida eng mashhur san'atkorlar kelib xizmat qilishini ko'ngliga tugib qo'yadi. Xo'sh, to'ylarga sevimli san'atkorni taklif qilish muxlislarga qanchaga tushadi? Xonanda Sevinch Mo'minova poytaxt to'ylaridagi birrovga $700 boradi. To'yda 1 soat xizmat qilib berishi $2,500. Korporativ bayramlarga $1000 evaziga boradi. To'ylarga eng ko'p chaqiriladigan xonandalardan biri Yorqinxo'ja Umarovning birrov xizmat narxi $600. U navbatchi sifatida xizmatlarga bormaydi. Mavluda Asalxo'jayevaning poytaxt to'ylaridagi birrov xizmat narxi $600 qilib belgilangan. To'y va tadbirlarni boshidan oxirigacha o'tkazib berish esa $3,500 ga baholanadi. Agar to'yingizga xonanda Ziyodani chaqirmoqchi bo'lsangiz, $700 ni tayyorlab qo'ying. U tantana va marosimlarni $5000 evaziga boshidan oxirigacha o'tkazib beradi. Ulug'bek Rahmatullayev $700 evaziga to'yingizga kelib, 4-5 ta qo'shiq kuylab beradi. Xonanda navbatchi sifatida to'ylarga chiqmaydi. Bugungi kunning hitmeykeri G'aybulla Tursunovning Quralay, Janona kabi qo'shiqlariga $700 haq to'lash kerak bo'ladi. U navbatchi xonanda sifatida to'ylarga chiqmaydi. Xonanda Nilufar Usmonovaning poytaxt to'ylaridagi birrov narxi $800. U ham boshqa ko'plab hamkasblari singari to'ylarda navbatchilik qilmaydi. To'ybob qo'shiqlari bilan Hamdam Sobirov birrovlarga $1000 evaziga boradi. Tadbirlarga esa navbatchi xonanda sifatida bormaydi. Xonanda Botir Qodirov $1000 evaziga Toshkentdagi birrovlarga chiqib beradi. U tantanalaringizni boshidan oxirigacha $5000 evaziga o'tkazib beradi. Bor qo'shig'i bilan omma e'tiboriga tushgan xonanda Farruh Fazilning birrov xizmati $1200. U korporativ bayramlariga $2,500 evaziga boradi. To'yingizga Shohruxxon kelishini istasangiz, $1200 ni tayyorlab qo'ying. U navbatchi xonanda sifatida to'ylarga bormaydi. O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirovning poytaxtdagi birrovlarda bir necha hit qo'shig'ini kuylab berish narxi $2000. Navbatchi xonanda sifatida u Yalla guruhining to'liq tarkibida $10,000 evaziga to'y-u tantanalarga chiqadi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rashid Xoliqov Toshkent to'ylariga birrovga $1300 evaziga tashrif buyuradi. Korporativ yig'ilishlarga esa $2500–$3000 evaziga kelib, sho'x qo'shiqlarini kuylab beradi. Shohjahon Jo'rayevning to'ylarida birrovga xizmat qilish bahosi $1300–$1400. $6000 evaziga esa jonli ijroda qo'shiqlari bilan marosimlarni boshidan oxirigacha o'tkazib beradi. Xonanda Munisa Rizayeva $1600 evaziga poytaxt to'ylariga eng to'ybob qo'shiqlaridan 4-5 tasini kuylab beradi. U navbatchi xonanda sifatida to'y-u marosimlarga bormaydi. Kel yashaylik biz birga, Xayolim senda kabi qo'shiqlarga raqsga tushmoqchi bo'lsangiz, Tohir Sodiqovning birrov xizmati $2000 to'lash kerak. Xonanda korporativ bayramlarda 15 daqiqa qo'shiq kuylab berishi uchun esa $5000 to'lanadi. Farg'onalik xonanda Jaloliddin Ahmadaliyev Toshkent to'ylarida jonli ijroda 10-12 ta qo'shiq aytib berishi $4000 ga baholangan. Bu korporativ yig'ilishlarni ham xuddi shu narxda o'tkazib beradi. O'zbekiston xalq artisti Ozoda Nursaidova to'y tantanalariga borib, birrovga xizmat qilib kelish narxi $1,500. Tadbirni boshidan oxirigacha o'tkazib berish esa $6000 ga baholangan. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Toshkent to'ylarida birrovga xizmat qilish narxi $2000 etib belgilangan. $12000 evaziga esa to'yni boshidan oxirigacha o'tkazib beradi. Korporativ yig'ilishlarga chiqish narxi $3000. Shu bilan mashhur insonlarning to'y tadbirlariga chiqish narxlarini bilib oldingiz. Bu narxlarda tadbir yoki to'ylaringizga mashhurlarni taklif qilgan bo'larmidingiz? Izohlarga o'z fikringizni yozib qoldiring.